Assalomu alaykum. Brend House jamoasining navbatdagi ta'mirlangan xonadoniga kelganmiz. Bu xonadonimiz umumiy maydoni 50 kvadratli xonadonimiz. Xonadonimizda eshikdan kirganda birinchi bo'lib chaqqo'lda e, yotoqxonamiz joylashgan va undan keyin mehmonxonamiz joylashgan. O'ng qo'lda esa sanuzelimiz joylashgan. Xonadonimiz to'g'risida esa oshxonamiz joylashgan. Bu koridorimiz ikki xonali xonadonlarimizga koridor juda bir yaxshi mos joylashgan. Patologlarni oppoq qilganmiz va bitta tiyaga aylantirib yuborganmiz. Devorlariga esa ikki qavatli tiyaga ramkada ishlab yuborganmiz va kattagina bir oyna qo'yib qo'yganmiz. Eshikdan kirganda chiqqanda odam o'ziga qarab chiqishga juda qulay qilib ishlangan shu anaqami deyamiz. Va hozir sizlarga to'g'ridagi xonamizni, oshxonani ko'rsatamiz. Bismillah. Bu oshxonamizni ham ko'rishingiz mumkin. Patologlarimiz ham tekis oppoq bo'lgan, bitta kaniz aylantirib yuborganmiz va kuxnalarimizni rangini ham devorimizni rangiga moslab bo'yab yuborganmiz. Va devorlarga mana bunaqangi bir dekorativniy taro tegalardan yopishtirganmiz. Va bu yerda devorimizda ikki qavatli ramka tegaga ishlab yuborganmiz. E'tibor berishingiz mumkin, kuxnalarimizga ham did bilan dizayn asosida qilingan kuxnalarimiz ham joylashuvlari ham ishlatilayotgan odamlar uchun juda bir qulay qilib joylashtirilgan. Hatto shu gazimiz, kir yuvadigan mashinamiz, posuda mo'ykalarimiz hammasi joy-joyiga tushgan. Kuxnalarimizni rangini devorimizni rangiga moslab joylashtirganmiz. Va navbatdagi xonamiz, mehmonxonamizni ko'rsatamiz. Bismillah. Mehmonxonamiz ko'rishingiz mumkin. Bu ham juda ham did bilan qilingan, ranglari va devorga yopishtirilgan dekorativ dekorlarimiz juda zo'r mos tushgan bu yoqqa. Bu yerda ham patologlarni tekis qilganmiz va bitta lustra qilganmiz. Patologni oppoq qilganmiz. Sababi patolog oppoq bo'lib tekis bo'lsa, xonamiz keng va baland ko'rinadi. Va devorlarimizga bergan ranglarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Ranglar ham bir zalimiz rangiga mos tushgan, chiroyli did bilan tayinlangan ranglar. Va devorlarga mana bunaqangi bir dekorlar yopishtirganmiz. Ko'rishingiz mumkin, hamma detallarimiz joy-joyiga tushgan. Dizayn asosida qilish remontini afzalliklari ko'p. Dizayn asosida qilinsa, har bitta shu включатор, zetka, televizor turadigan joyi va konditsioner turadigan joyi, kuxnalaringiz, mebellaringiz, har qanday jihozlaringiz qanaqa joylashini oldindan ko'rib bila olasizda. Shuning uchun dizayn asosida remont qilinganini biz tavsiya beramiz. Va bu yerda har bitta detallarimiz, devorga qo'ygan biralarimiz, lustralarimiz har bittasi dizayn asosida bo'lgan va bu uylarni yanada chiroyli, zo'r ko'rinishini oldindan ko'rishga yordam beradi. Zalimizda devorlarimizga ikki qavatli ramka yopishtirganmiz va mana bunaqa konditsionerni ramkaning ichiga joylashtirganmiz. Bu xonani chiroyli ko'rsatadi va konditsionerni ham qiy-shu qing'ir joylashib qolmaydi va joyiga ramkani kartani ichiga joylashadi. Va bu yoq tomonimizda ham ikki qavat ramka qilganmiz. Ramkamizni birinchi qavatini burchak gulli bilan qilganmiz. Sababi endi zal mehmon kutadigan joy bo'lganligi uchun gullikni ozgina aralashtirganmiz, lekin chiroyli chiqqan. Zalimizda balkon qismimiz bor. Balkonimizda bir ajoyib bir narsa qilganmiz. Shuni ko'rsatamiz hozir sizlarga. Ko'p qavatli xonadonlarda ko'p uchraydigan muammolardan biri balkonlarda yog'ingarchiliklarda yomg'irlar yog'ib, balkonlarga suv yig'ilib qoladi va oqibatda pastki etajdagi qo'shnilarning xonadonlariga suv qoladi. Va biz jamoamiz bilan shunga bir yechim qilgan holda balkonimizga 4 santimetrli bort qilib kafildan ishlab olganmiz. Sababi bu yog'ingarchiliklarda yig'ilib qolgan suvlar pastga oqib ketmasligi uchun va bu suv hech kimga zarar bermasdan oqib ketish uchun mana shu burchakdan bitta turba tashib yuborganmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana burchakdan bilinmaydi. Shu yerdan bitta turba tashib yuborganmiz va shu turbani slivga, ya'ni tanlovga ulab yuborganmiz. Hech kimga zarar etmasdan suv oqib ketadi shu yerdan. Bu shu zalimizning, shu xonadonimizning bir ajoyib o'ylab ishlangan, qilingan narsa. Navbatdagi xonamizni ko'rsatamiz. Bu xonamiz yotoq xonamiz. Buni ham hozir ko'rishingiz mumkin. Yotoqxonamiz keng va shiram yorug' xona bo'lgan. Bu xonamizni ham patologni tekis gips gardon qilganmiz. Patologisiga bir qator kaniz aylantirib yuborganmiz.
patalon rangini oppoq qilib devorimizga to'qroq bir korичневый rang berganmiz. Patalon bilan devorlar rangini ajratish uchun. Devorlarga ham 2 qavatli romka tegaga aylantirib yuborganmiz. Bu ham neoklassik yo'nalishda bo'lgan va dekorativniy venetsiyanka qilingan devorlarimizga, ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda ham konditsionerlarimizni romkalarning ichiga reja asosida qilingan. Devorlarimizdagi har bitta detallarimiz o'ylab reja asosida tanlanib va yuqori sifatda ishlangan. Bu Brand House jamoasida ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan ustalarimiz mavjud. Agar sizlarga ham shunaqa yuqori sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga Brand House jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Hozir 50 kvadratli 2 xonali domimizni obzorini ko'rdinglar. Agar sizlarga ham shunaqa dizayn asosida yuqori sifatli ish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga Brand House jamoasiga murojaat qilinglar. Hammanglarga rahmat. Salomat bo'linglar.